Assalamu alaykum, tordiki barliq roman anlıqçı dostlar. Biz Abdümit Hoca Abdullah Qarqaş yazgan Zulmetlik Tupraq romanını oquşni başladık. Aldınqı qismda Yavuz Bekning Yevropadagi harbiy universitetga ta'lim ilish uchun mangan yeriga kep to'xtagaydik. Endi davomini o'qiymiz. U yo'l bo'yi shopirga gap qilmadi. Gohida Malika kunchichakni xiyol qilsa, gohida Pashshaxonni xiyol qiladi. İşqilib, onun ko'ngli xo'sh emas edi. Chunki har ikki yaqin odami bilan xo'shisholmagan edi. Bo'libmi, Pashshaxonning o'ziga xo'sh demay yo'qab ketishi hamda Pashshaxonning o'zini buncha tez mangdirishi uni gangirtibla qo'ygan edi. 40 yoshlarning qarasini olgan oqcha shopir ustam gapchi odam bo'lib har xil qiziq paranglarni qilib Yavuz Bekning ko'nglini utmoqchi bo'ldi. Şopur ustam ko'nglida buncha imtiyozga erishgan Yavuz Bekni xandonlikning katta muhim odami bo'lsa kerak deb o'ylab qolgan edi. Shahar bilan chegara eg'izgacha bo'lgan oraliq mashina bilan 3-4 kunlik yo'l bo'lib, mashina mangdigan cho'ng yo'l degidek yaxshi bo'lmaganlikdan safarda kechisi qunib mingishga to'g'ri keladi. Ular ikkinchi kuni shamga yaqin bir o'tanga kelib to'xtab, shu yerda g'izolanib, shu yerda qunib qoldi. Әтісі әттегенде намаз бамдаттын кейін yana yo'lga chiqdi. Bu kuni Yavuzbekning ko'ngli oldingi kundagiga qaraganda biroz ko'tarilib qolgan bo'lib, u uyoq bu yoqdan oz to'la paranglashdi. Tushga yaqin ular sayliqda to'xtab tushlik tomoq yemoqchi bo'lib, mashinadan tushdi. G'izolanayotgan vaqtda shopir ustam Yavuzbekka yana gap ochdi. Yavuzbek ukam, Anlasam özlerini harbiy maktabda o'qiydi ekan deyishidi-ku. Şopur tünügündən beri Yavuzbekning shaxsiy ishlari to'g'riliq gap ocholmagan edi. Shunga u bu fursatda qiziqsinib so'radi. Shundoq, Germaniyadagi bir harbiy universitetga mangdim, dedi Yavuzbek bir ulug' kichiktinib. Boshqalarning aytqani rostganda, ular sizni o'qish bitirib kelgandan keyin Bassango Pashshaxonning o'rnida o'ltirdi deyishidi. Bular rostmi ukam? Yavuzbek do'sti Pashshaxonning ismini anglab, yuragi ichishqandek bo'lib, eg'izda chaynayotgan nonni tasda yutdi. Ammo u bu gapga aniq javob bermadi. Pashshaxon u zodi naladidu? dedi Yavuzbek amroq do'stini o'ylab xiyolga patqancha. Anglasam shimoliy chegarada ish chiqibdimish. Bassangun shu yerga ketgan o'xshaydi ukam. Nima? Shimoliy chegarada ish bo'pti? Pashshaxon qo'ldagi nonni va suvni tashlab qo'yib, intayin jiddiylashdi. Chunki u shimol degan iborani u 2 kunning oldida tushida ko'rgan edi. Dövlətimizin shimoliy chegarasida to'qinish bo'ptimish. Nima to'qinishgan ustam? Menmu aniqini bilmadim, lekin ahvol og'irdak turdi. Uning yuragi qartta qilib, cheksiz o'ylanish ichida qoldi. Pashshaxonning meni oldirab mingishga zo'rlashi mush ish bo'lg'imidi? Astag'firulloh. U shunlashqa men bilan xo'shisholmabdi-da. U mening bu ishni bilsam, mening talab qilib oldingi sapga berib olishimdan ansiragan gap. Ah do'stim. Aslida meni o'ylabsan-kanda. U bularni o'ylab ko'ziga yosh oldi. O'rnidan darhol turib shopirga jiddiy buyruq qildi. Mashinani kaynagan during, uyga qaytamiz. Bu endi qandoq bo'lg'ini ukam? dedi shopir ustam nima bo'lg'ini bilolmay gangirab. Tez bo'ling, qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Shopir itoatmanlik bilan mashinani o't oldirib kayniga yondirdi. Ular shu mang'inicha kechisimi aram olmaganchilik qilib, ikkinchi kuni tong atarga yaqin mozorlikning yenidagi Yavuzbekning uyining oldiga kelib to'xtadi. Yavuzbek eshikni yeniq qaqdi. Jalol shayiq uyg'onib bo'lguncha xizmatchi chiqib eshikni ochdi. U Yavuzbekning qaytib kelganligini ko'rib, dong qetib nim ish bo'lganligini so'radi. Yavuzbek uningga hech ish bo'lmaganligini, mashinadagi yuk taqlarni tushirib etib, darhol otni tayyor qilishni buyurdi. U xizmatchining qo'ldagi chiroqni ko'tarib, udul otisi yotgan hujraning oldiga kelib, yeniq yo'taldi.
Anğıça Jalal Şayıq orundan turib, eshikning oldiga kelib bo'lgan edi. "O'g'lim, bu zodi nima ish? Biror chatoq chiqdimi?" dedi Jalal Şayıq jiddiylashib. "Yo'q ata, ansirmisizlar? Cho'ng ish yo'q. Anlasam Shimoliy chegarada ish chiqqan o'xshaydi. Podshoxonning men bilan xo'shlashmag'ini shuningdan ekan." "Endi nima qilay deysan, bolam?" "Uning bilan qiyomatlik do'stlardan. Bugun mangmasam ati mangarman. Ruxsat qilsila, shu do'stimni bir ko'rib olgan bo'lsam, ko'nglim bir shumliqni tuyib turdi. Menga duo qilgan bo'lsila, ata." Jalal Şayıqning ansirga ishi oxiri yuz berdi. U o'g'lining vatan uchun yuragini sug'urib beralaydigan vijdon egisi ekanligini obdan biladi. Mana endi bundaq chog'da Jalal Şayıqning o'g'liga duo qilib uni yo'lga solmoqdan boshqa chorasi yo'q edi. "Ey ko'zimning nuri o'g'lim, seni ulug' Allohga topshirdim. Berib do'stingni topqin, majburiyatingni ado qil. Navoda yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, men sendan ming martaba rozi o'g'lim. Sen do'stlik, millat, vatan, ota-ona qarindoshlaring oldidagi qarzingni ado qil. Sen Allah topshirgan muqaddas vazifani, ya'ni vatanni, millatni, ojiz sing'illaringni qo'g'da. Düşmanga qilcha rahim qilma. O'lsang shahid, qolsang g'ozi o'g'lim. Amin. Allohu akbar." Ata ko'zdan bir tomchimi yosh chiqarmay o'g'liga duo qildi. Otasining bunda qaysarligini o'g'li tunji qitim ko'ryotdi. Mushtobda Yavuz bekka dadasining mukchaygan tini texmi ulug' ko'rindi. Egisini tunigan jang iti voynining oldidagi cho'ng yo'lda kishnab turolmay qolgan edi. Yavuzbek berib otqa mindi-da, shaharning shimoliy tarafiga tutishadigan yo'lga qarab chepib ketdi. U olam so'zlay deganda shahardan xeyli yiroqlab tog' bag'ridagi chig'ir yo'lda chepib ketayotdi. Namoz vaqti bo'lganligini bilib, tarlab ketgan otni eriq bo'yidagi bir do'p uchmiga bog'lab qo'yib, tahorat oldida uchisidagi chaponni yo'l bo'yiga silib, namoz o'qishga boshladi. U duoga qo'l ko'targanda olam so'zilgan bo'lib, oldi tarafdagi chig'ir yo'ldan bir to'p jamoatning upur-tupur chiqishayotganligini ko'rdi. U nima bo'lganligini bilish uchun aldirab duoni tugatdi. Andin ularni oldiga berib salom qildi. "Assalomu alaykum jamoat. Shuncha aldirash mingishibla", dedi Yavuzbek savol nazari bilan ularga qarab. "Va alaykum assalom qarindishim. Urush bo'ladigan o'xshaydi. Bizmi bu gapni hozir masjidda angladik", dedi jamoat orasidagi yoshda cho'ng bir kishi javoban. "Xotibimizning aytishicha, chegarada qattiq urush bo'lib o'tibdimish", dedi yana biraylan gap qistirib. Yavuzbek bulardan anglab tig'imi jiddiylashdi. U chapinini silkibla uchisiga kiydi-da, itiga qamchi soldi. U yo'lni qisqartish uchun gohi chig'ir yo'llarda, gohi o'ydang cho'nqur edirlarda chipishga majbur bo'ldi. Uning ot ustidagi chavandozlik mahorati ustun bo'lganligi uchun 2 kunlik yo'lni bir kunda bosdi. Uning nasllik jang etimi boshqa otlardan farqli bo'lg'achqa, shuncha uzun musofani hardim, taldim demay chapdi. Shunda qilib u qosh qarayganda bir kentga yaqinlashdi. Chegirga yana otliq bir kunlik oraliq qolgan edi. Yavuzbek uyqusizlikdan shundaqla ot ustidagi yo'l azobidan qattiq charchab ketgachga, uning boshlari zingildab og'riyotdi. U mahalla do'qmishidagi notunish bir uyning darvozasini qoqdi. Ichidan 10 necha yoshlar chamasidagi bir o'g'il chiqib, darvozani ochgandan keyin yoshda cho'ng bir buvay uning oldiga chiqdi. "Assalomu alaykum ata. Yo'ldan o'tayotgan yo'lovchi edim. Oy qorong'usida yo'l mingish afsizdek turdi. Shunglashqa", dedi Yavuzbek otning chuluvirini qo'lda tutib tovanchilik bilan. "G'erib xonamni ko'nglingiz tortgan bo'lsa, bu bizning baxtimiz bolam. Siz degan Allohning mehmini, shundoqla bizning mehminimiz. Qani, uy ichiga marhamat o'g'lim", dedi gapning oxirini tushungan buvay uningga qizg'in muomala qilib. Uy ichidan yana bir jup qiz yigit chiqib, Yavuzbek bilan salomlashdi. Andin hiliqi yigit otni suvut qilib ilib chiqib ketdi.
Buvay Yavuzbekni uyga boshladi. Ondan oldiga dasturxon silib, osh ko'ki purab turgan bir qancha o'girni oldiga akeldi. Yavuzbek ishtaha bilan tamoqni yeb bo'lgandan keyin buvay yana bir tovoqda takshi tilingan muzdek qo'g'in tovus akilib, uning ussuzligini qondirdi. Yavuzbek uy egasidan minnatdor bo'lib, rahmatini bildirdi. Duo qilib buvayning oilasiga minglab barkat tiladi. Tamoqdan keyin buvay Yavuzbekka paran qilib berdi. Balam, taqi turqingizga qaraganda xonliqning odamidek tursiz. Oldingi sapga mengvatamsiz, dedi buvay o'ychan ko'zlarini uningga tikib. Undaqmı emas ata, anglasam chegirda to'qinish bo'libdi deydi. Bu zodi rostmidi? dedi Yavuzbek buvaydan yandurib so'rab. Shundoq, urush bo'lg'ini rost balam. Texi tunugilla bu yerdan nurg'un yigitlarimiz harbiy marshini yangirtib mangan edi. Men ulardan hal so'rag'ach bu ishning rostligini bildim. Anglasaq rus askarlari bostirib kelyotibdi-dek. Jang maydonida yigitlarimizning qini daryo bo'lib eqibdimish. Yana boshqalarning deyishicha, bas sanğunimiz bu qitimqi jangda baturligini ko'rsatib, dushmanni bir qadam oldiga mang'ili qo'ymabdimish. Yigitlarimiz qaltis karomatini ko'rsatibdi-dek. Qo'shni eldikilar bizning qarindoshlarimizdin edi. Qandoq bo'lib ruslar paydo bo'lib qolgandu? Anglashimcha Stalin xalqni ozod qilish degan shuarni ko'tarib chiqib, ularning davlatiga bostirib kiribdi-dek. Endi anglasak biz turkmanlarni ozod qilmoqchimish. Shundoq, ruslarning ko'zi aslida bizda edi. Boyligimizga ko'zi tushgan gap ularning. Yavuzbekning g'azabdan mushtimi tugilib ketdi. Ruslarning harbiy kuchi ajoyib zo'rmish. Anglasak qo'shni davlatni bir kun ichida tuzlab, xalqning beshida munar yasabdimish. Bizning ahvolimiz hozir qandoq bo'lib ketgandu? Anglasak yigitlarimiz jang maydonida qattiq baturlik ko'rsatibdi. Ba'zilarining deyishicha bir turkman askarga 70 urus yamishibdimish. Shundaqdimi bas sanğun o'z karomatini ko'rsatib, ularni bir qadam oldiga siljitmabdimish. Ba'zilar Alloh taolo Pashaxonga o'q o'tmaydigan, tig' tegmaydigan bir xil nisbatni beribdi deyishidi. Ulug' egimiz u zotni o'z panohida saqlag'ay. Hammaga qodir egimiz cho'qim Pashaxonga shu nisbatni berdi. Meningmi cho'ng o'g'lim yeshining cho'ngligiga qaramay, ikki inisini ilib oldingi sapga pidoyi bo'lib ketdi. Obayamqi navri o'g'lim shuning bolasi. Umu borman deb beshini o'chaq qildi. Dadisidan javob kelmaguncha uni yo'lga sololmadim. Rahmat ata, Alloh sizni dunyo va oxiratda aziz qilg'ay. Oğlum, bizning tomirimizda o'rkashligini turklarning qini, baturlarning ruhi, ata tang yo'rganda hammani ko'risiz. Kentimizga qeriyosh, qiz o'g'il hammasi jangga tayyor bo'ldi. Ular ata atdiganda yig'ilib, oldingi sapga mangmiz deb turishdi. Yavuzbek bu so'zlarni anglab shundoq hayajonlandi. Ko'ziga issiq yosh ilib, o'z xalqidan faxrlandi. Allohdan xushal bo'lib, Allohga tasbih aytib, Allohga sig'inib ko'z ishi qildi. Ular shu tarzda paranglashib uxlab qoldi. Әтісі намаз бамдаттын кейін Yavuzbek buvay bilan xo'shishib chegara tarafga qarab etiga qamcha soldi. U shu chapqinicha namoz shamga yaqin oldingi sapga yiqilib qoldi. Yiroqdan qaraganda janggoh maydoni butunlay istutakka to'lib ketgan bo'lib, ozgol va do'nglarni aniq farq etgili bo'lmaydi. Yavuzbek etining shuncha chapqiniga qaramay yana qamcha soldi. Bichora canavar uning ko'nglini tushangandek bor kuchi bilan sur'atini teziltib, texmu ittik chapdi. U jang maydoniga yaqinlashgan seri ko'zga cho'milidek sonsiz odamlar to'pi ko'rinishga boshladi. Qo'lida avtomat ko'tarib olgan turk yigitlari to'p-to'p bulishib istiqom azg'allarni qo'g'davotsa, ba'zilar chiliq-chiliq ter ichida azg'al lahmlarni qo'lavatadi. Qator-qator chidirlarda sestra doktorlar uyon-buyon yugurishib yuratdi. Nahayt tezda ziminni qarang'uliq bastı. Yavuzbek atdan tushib askarlardan bas sanğun Pashaxonni surishti qildi. Ular birdek Pashaxonni oldingi sapdagi qo'mondonlik shtabida ishkanligini aytdi. Uning bayam ko'rgini tixi rasmiy oldingi sap emas edi.
Yavuzbek yiroqdagi yulduzdek chaqnab turgan hisobsiz gulxanlarni nishon qilib, otni yetlab yana oldiga mangdi. U oldiga mang'an seri bu yerda nihoyatda jimjitlikni, shundoqla gulxan bo'lib ko'ringan o't yalqunining jang maydonidagi chatqal, dal-daraxt, o't cho'plar dövisidagi kuyib tugamagan o't qoldiqlari ekanligini his qildi. Shu chaqdala u buningdan dahshatli kunduzlik jangning texi amdila oxirlashganligini bildi. Qarang'uda Yavuzbek qayerda mengishni bilolmay, yo'lni silashtirib paraz bilan oldiga mengividi. To'satdan yon tarafdan bir odam uning oldini to'sib past ovozda so'radi. "Sizlar Yavuzbekmi?" "Men shu." Yavuzbek qarang'udan yo'chun odamning chiroyini ko'rolmaganlikdan bir oz jiddiylashdi. "Oxiri keldilar. Meni bos song'un oldilariga evatgan." "Poshshaxon qayerda?" "Bossang'un u sizni kutib turyotidi. Uning holi bek xarob. Men sizni saqlayotgili uda bir kecha kunduz bo'ldi. Akasizlar otni, men yo'l boshlay." Qarang'udagi yigit Yavuzbekning qo'lidan otning chulvirini ilib, o'zi oldida yo'l boshlab mangdi. Uning yig'lamsirab aytgan so'zidan Yavuzbekning yuragi texmi siyqirab ketdi. "Onunğa zodi nim bo'ldi? Poshshaxon u", dedi Yavuzbek gapini oyog'ini aytolmay. "Bossang'un u qattiq yaralandi. Uning yarisi bakli eg'ir. Uning qizitmasi bargan sir o'rlayotidi. U tunugila bulolmay qolgan edi. Doktorning deyishicha bugun tog'ni atqizolmaydi ekan. U balkim sizlarga saqlavasi kerak." Yigit buni deb bo'lib pang'atay yig'lavatdi. Uning buquldab yig'lab ketganligini ko'rib, Yavuzbekning ko'z oldi texmi qaranglashdi. Nafsi qisilib bo'g'ziga bir narsa kaplashib olgandek bo'lib qoldi. "Tez bo'l, u qayerda?" dedi Yavuzbek o'zini oralla tutib olib. "Uning ko'ngli tuyibdikan. Tunugilla u sizning otliq mushtarabga kelayotganlarini, mening oldilariga chiqishimni topilgan edi. Sizlar oxiri keldilar." Yigit esankirab yig'lab ketganlikdan gapining oyog'ini aytolmadi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Xayr xo'sh.